2019-yil ishlab chiqarilgan Beijing EU5 avtomobili. Mashinaning holati yaxshi ekan. Kraskalari bor. Arzonchiroq mashina xohlaganlar uchun, elektrda yuraman deydiganlar uchun. Hozirgi paytda ham 300 ta nari beri yurayotgan ekan mashina. Hop, kraskasi kirlovda ko'rdim. Hop, yo taraf kirlovda shu-shularda ko'rdim. Qirilgan uchun sepilgan ekan. Yana o'zingiz uchun men mana ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Toza elektr 360 largacha bor, 5 o'siblargacha. 122 ming atrofida yurgan ekan. Rol holatlari hamma narsasi nakikada taqib qo'yishgan, bemalol ekanda hamma yoqdan o'zingiz uchun kelib ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Mana shu joylarni menga Mercedes sotib yubordi. Hop, lyuklarigacha bor. Zavoddan 400 kilometr xod berilgan ekan, 400 kilometrgacha yuradi deb hozirgi paytda aytganimda shu 300 lar atrofida yurayotgan ekan. Orqasida ham ozgina yatinasi bor. Tayyor yurib turgan mashina, olib maza qilib haydashingiz uchun mashinani sizlarga 7200 ga beramiz. Bosib yuboringlar.